Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men juda muhim mavzuni tushuntiraman. Pensiyasi 1 000 so'mdan past bo'lgan har bir inson hozir o'z hujjatlarini tekshirtishi. Pensiyasi qanday hisoblangani aniqlashi va kerak bo'lsa, qayta hisoblash uchun murojaat qilish kerak. Bu gap faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlariga, nabiralariga, yaqinlariga ham tegishli. Chunki ko'p holatda keksa ota-onamiz yoki buvijonlarimiz o'z huquqlarini bilmaydi. Qaysi idoraga borishni bilmaydi. Natijada olishi mumkin bo'lgan pulini yillar davomida ola olmay yuradi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Pensiya nega 1 million so'mdan past bo'lib qoladi? Qaysi holatlarda uni oshirish mumkin? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Kim xavotir olishi kerak? Kim esa ortiqcha yugurib yurmasligi kerak? Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing, chunki bu ma'lumot ko'pchilikning real daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Avval bir narsani tushunib olaylik. Pensiya hammaga bir xil berilmaydi. Pensiya miqdori odamning ish staji, rasmiy ish haqi, sug'urta badallari, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv ma'lumotlari, imtiyozli davrlar va boshqa hujjatlarga qarab hisoblanadi. Shuning uchun ikki kishi bir xil yoshda pensiyaga chiqqan bo'lsa ham, biri 900 ming so'm, ikkinchisi 20 million 800 ming so'm olishi mumkin. Farq ko'pincha hujjatlarda. Rasmiy ish haqi bazasida va ish staji to'liq tasdiqlangan yoki tasdiqlanmaganda bo'ladi. Oldin ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Odamlar zavodda, kolxozda, sovxozda, maktabda, kasalxonada, qurilish tashkilotida yoki boshqa joylarda ishlagan. Lekin yillar o'tib korxonalar yopilgan, nomi o'zgargan, arxiv boshqa joyga ko'chgan, mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri qo'yilgan, muhr aniq bosilmagan, buyruq raqami ko'rsatilmagan. Pensiya tayinlanayotganda pensiya jamg'armasi faqat tasdiqlangan davrlarni hisobga oladi. Agar odam o'tgan yil ishlagan bo'lsa-yu, hujjatda faqat o mingdek yili tasdiqlansa, pensiya ham shunga yarasha kam chiqadi. Endi esa juda muhim o'zgarish shundaki, ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshirilmoqda, arxiv ma'lumotlarini topish imkoniyati kengaygan. Ayrim holatlarda pensiyani qayta hisoblashga asos bo'ladigan hujjatlarni keyin ham olib kelish mumkin. Ya'ni pensiyangiz bir marta past tayinlangan bo'lsa, bu butun umr shunday qoladi degani emas. Agar yangi hujjat topilsa, ilgari hisobga olinmagan staj tasdiqlansa, ish haqi haqidagi ma'lumotnoma topilsa yoki xatolik aniqlansa, pensiyani qayta ko'rib chiqish masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun men pensiyasi 20 ming so'mdan past bo'lgan har bir kishiga birinchi navbatda shuni aytaman. Bu summani oddiy qabul qilib, jim yuravermang. Albatta hammaning pensiyasi avtomatik oshib ketadi deb va'da bermayman. Lekin tekshirib ko'rish shart. Chunki amaliyotda juda ko'p insonlarning pensiyasi hujjat yetishmagani, staj to'liq kiritilmagani yoki ish haqi ma'lumotlari noto'g'ri olingani sababli past bo'lib qolgan. Eng avvalo pensiyaning past bo'lishiga olib keladigan asosiy sabablarni bilish kerak. Birinchi sabab ish staji yetarli tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, opa singillarimizdan biri 1975 yildan 2005 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan bo'lishi mumkin. Bu 20 yil degani. Lekin mehnat daftarchasida ishga qabul qilingan sana bor, ishdan bo'shagan sana yo'q yoki korxona muhri aniq emas. Bunday holatda pensiya hisoblovchi organ o'sha davrini to'liq qabul qilmasligi mumkin. Natijada odam o'zi 20 yil ishladim deb o'ylaydi. Tizimda esa tekis yoki 10 yil ko'rinadi. Ikkinchi sabab ish haqi ma'lumotlari past olinishi mumkin. Pensiya hisoblashda faqat staj emas, ayrim davrlarda ish haqi ham muhim. Agar insonning arxivida ish haqi ma'lumotnomasi topilmasa yoki ish haqi past ko'rsatilgan bo'lsa, pensiya ham past chiqadi. Masalan, bir kishi 1990 yillarda sex boshlig'i bo'lib ishlagan, o'sha davrda boshqalarga nisbatan yaxshi maosh olgan. Lekin pensiya tayinlashda uning faqat minimal maoshga yaqin ma'lumotlari kirgan bo'lsa, u real ishlagan darajasiga mos pensiya olmasligi mumkin. Uchinchi sabab norasmiy ish yillari hisobga olinmaydi. Bu juda og'riqli masala. Ko'pchilik yillar davomida bozorda, qurilishda, ustachilikda, fermer xo'jaligida, uy xizmatida yoki boshqa joylarda ishlagan, lekin rasmiy hujjat bo'lmagan. Pensiya hisobida esa men ishlaganman degan gapning o'zi yetmaydi. Hujjat, mehnat daftarchasi, buyruq, ish haqi vedomosti, soliq yoki sug'urta to'lovlari, arxiv ma'lumotlari kerak bo'ladi. Shuning uchun bugun ishlayotgan yoshlarga ham aytaman. Rasmiy ishlash,
shartnoma bilan ishlash. Daromadni qonuniy ko'rsatish kelajakdagi pensiyangiz uchun juda muhim. 4-sabab ayollarda bola parvarishi davrlari, ayrim imtiyozli davrlar yoki o'qish davrlari bo'yicha tushunmovchiliklar bo'lishi mumkin. Har bir davr avtomatik tarzda to'liq pensiya stajiga kiradi deb o'ylash noto'g'ri. Qaysi davr, qaysi hujjat bilan qaysi tartibga olinishi alohida tekshiriladi. Masalan, ayol kishi farzand tarbiyasi sabab uyda bo'lgan bo'lsa, bunga doir tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat faoliyati uzilishi qonunchilikdagi me'yorlar asosida alohida ko'riladi. Bu yerda qo'shnimga qo'shishgan, menga ham qo'shishadi degan yondashuv yetarli emas. Har bir ish alohida hujjat bilan ko'riladi. Agar sizning pensiyangiz 1 ming so'mdan past bo'lsa, men sizga birinchi navbatda pensiya ish hujjatlaringizni tekshirtirishni maslahat beraman. Ayniqsa quyidagi holatlarda bunga befarq bo'lmang. Agar siz 20 yildan ko'p rasmiy ishlagan bo'lsangiz, lekin pensiyangiz juda past bo'lsa, bu tekshirishga arziydigan holat. Chunki uzoq yillik staj bo'la turib pensiya juda past chiqsa, ko'pincha biror davr hisobga olinmagan yoki ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin. Masalan, akamiz 32 yil turli tashkilotlarda ishlagan, pensiyaga chiqqanda 870 ming so'm tayinlangan. U kishi davlat shuni berdi, demak shu ekan deb yuravergan. Farzandi hujjatlarini ko'rganda 1994 yildan 2000 yilgacha bo'lgan davr arxidan tasdiqlanmagani ma'lum bo'lgan. Arxiga so'rov yuborilgan. Korxonaning hujjatlari viloyat arxivida saqlanayotgan topilgan. Ma'lumotnoma olib kelingandan keyin pensiyani qayta hisoblash masalasi ko'tarilgan. Bunday misollar hayotda uchraydi. Agar siz bir nechta joyda ishlagan bo'lsangiz, lekin mehnat daftarchangizda yozuvlar tartibsiz bo'lsa, ham tekshirtirish kerak. Ayrim odamlar bir korxonadan boshqasiga o'tgan, keyin yana eski joyga qaytgan, keyin korxona nomi o'zgargan. Mehnat daftarchasida qabul qilindi, o'tkazilib bo'shatildi degan yozuvlar bor. Lekin buyruq raqami yo'q yoki muhr eski nomda. Bunday chalkashlik pensiya hisobida muammo tug'diradi. Agar siz sovxoz, kolxoz, shirkat xo'jaligi, qurilish boshqarmasi, paxta tozalash zavodi, tikuv fabrikasi, avtokorxona, maishiy xizmat kombinati kabi hozir yo'q bo'lib ketgan tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, albatta arxiv masalasini tekshiring. Bunday tashkilotlarning hujjatlari ko'pincha tuman, shahar yoki viloyat arxivlariga topshirilgan bo'ladi. Odamlar korxona yopilib ketgan, demak hujjat yo'q deb o'ylaydi. Aslida ko'p hujjatlar arxivda saqlanadi. Agar siz nogironlik pensiyasi, boquvchasini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, pensiya turi ham muhim. Ba'zi odamlar o'zlari qaysi turdagi to'lov olayotganini aniq bilmaydi. Pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda staj va ish haqi asosida hisoblanadi, nafaqa esa boshqa tartibda belgilanadi. Shuning uchun 1 milliondan past to'lov olayotgan odam avvalo men pensiya olyapmanmi yoki nafaqa olyapmanmi degan savolga javob olishi kerak. Men buni ham ochiq aytaman. Pensiyasi 1 milliondan past bo'lgan har bir odamning pensiyasi albatta oshadi deb bo'lmaydi. Agar odamning rasmiy ish staji juda kam bo'lsa, asosiy hayoti norasmiy mehnatda o'tgan bo'lsa, arxiv hujjatlari bo'lmasa, qo'shimcha tasdiqlovchi ma'lumot topilmasa, pensiya yoki nafaqa miqdori qonunchilikdagi me'yorlar doirasida qolishi mumkin. Masalan, bir kishi 10 yil rasmiy ishlagan, keyin 25 yil bozorda savdo qilgan. Lekin yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, soliq yoki sug'urta to'lovlarini qilmagan. U kishi haqiqatan ham ko'p mehnat qilgan bo'lishi mumkin, lekin pensiya hisobida hujjat kerak. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi og'zaki gap asosida 25 yilni qo'shib bera olmaydi. Yana bir misol. Ayol kishi yoshligida bir necha yil ishlagan, keyin uy bekasi bo'lgan, farzand tarbiyasi bilan shug'ullangan. Bu juda hurmatli mehnat, lekin pensiya qonunchiligida har bir davrning hisobga olinishi aniq shartlarga bog'liq. Agar rasmiy staj yetarli bo'lmasa, u kishi yoshga doir pensiya emas, boshqa turdagi to'lov olayotgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerda ham avval huquqiy maqomni aniqlash kerak. Eng katta xatolardan biri shuki, odamlar pensiya miqdorini faqat kam yoki ko'p deb baholaydi. Aslida savol boshqacha qo'yilishi kerak. Pensiya to'g'ri hisoblanganmi yoki yo'qmi? Agar to'g'ri hisoblangan bo'lsa, miqdor past bo'lishi odamning rasmiy staji yoki ish haqi past bo'lgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, mana shu joyda harakat qilish kerak. Ikkinchi nozik jihat,
Eski hujjatlarda ism, familiya, otasining ismi turlicha yozilgan bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Gulnora deb yozilgan, eski hujjatda Gulnara deb ketgan. Yoki otasining ismi bir joyda Abdullayevna, boshqa joyda Abdullay qizi ko'rsatilgan. Bunday farqlar arxiv ma'lumotini pensiya ishiga qo'shishda muammo tug'dirishi mumkin. Bunday vaziyatda qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi ma'lumot, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar kerak bo'lishi mumkin. 3-nozik jihat. Ayollarda familiya o'zgarishi ko'p uchraydi. Qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan, keyin pensiyaga boshqa familiyada chiqqan. Agar mehnat daftarchasi, diplom, arxiv ma'lumotnomasi va pasportdagi familiyalar bog'lanmasa, ayrim davrlar shubha ostida qoladi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlarni albatta tayyorlab qo'yish kerak. 4-nozik jihat. Ba'zan odam pensiyasi kamligini biladi, lekin idora eshigida sarson bo'laman deb bormaydi. Men bunday yondashuvni to'g'ri deb hisoblamayman. Bugungi kunda ko'p murojaatlarni tuman, pensiya jamg'armasi bo'limi, davlat xizmatlari markazi, mahalla orqali ijtimoiy yordam yo'nalishlari yoki tegishli elektron tizimlar orqali boshlash mumkin. Albatta hammasi bir kunda hal bo'lmaydi. Lekin murojaat qilinmasa, masala umuman ko'rilmaydi. 5-nozik jihat. Pensiyani qayta hisoblash bilan ijtimoiy yordamni aralashtirmaslik kerak. Agar pensiya past bo'lsa, bir yo'nalish pensiyaning o'zini tekshartirish. Ikkinchi yo'nalish esa kam ta'minlangan oila sifatida yordam. Subsidiya, kommunal to'lovlar bo'yicha yengillik, moddiy yordam. Dori-darmon yoki parvarish bo'yicha mavjud dasturlarni o'rganishdir. Bular boshqa mexanizmlar. Pensiya oshmasa ham inson boshqa ijtimoiy yordamga haqli bo'lishi mumkin. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Pensiyasi ming so'mdan past bo'lgan odam nima qilishi kerak? Men buni bosqichma-bosqich tushuntiraman. Birinchi qadam, pensiya turini aniqlang. Siz yoshga doir pensiya olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki nafaqami? Buni aniq bilmasdan turib, keyingi qadamni to'g'ri tanlab bo'lmaydi. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, sizga tayinlangan to'lov turi va hisob-kitob asoslari haqida ma'lumot so'rang. Ikkinchi qadam, pensiya hisobida nechta yil staj olinganini bilib oling. Men har bir pensionerga yoki uning farzandlariga shuni maslahat beraman. Mening pensiyam hisoblanganda qancha ish staji inobatga olingan deb so'rang. Masalan, siz 22 yil ishlaganman deb yursangiz, hujjatda 17 yil hisoblangan bo'lishi mumkin. Mana shu farq muammoning kaliti bo'ladi. 3-qadam, mehnat daftarchasini diqqat bilan tekshiring. Ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar bormi? Korxona nomi to'liq yozilganmi? Muhr bormi? Buyruq raqami bormi? Yozuvlar o'qiladimi? Agar biror davr bo'yicha shubha bo'lsa, o'sha tashkilotning hujjatlari qayerda saqlanishini aniqlash kerak. Korxona hozir ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan ma'lumotnoma olinadi. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga so'rov beriladi. 4-qadam. Ish haqi ma'lumotlarni topishga harakat qiling. Ayniqsa siz yuqori maosh olgan yillaringiz bo'lsa, o'sha davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi muhim bo'lishi mumkin. Masalan, ustama olgan, brigadir bo'lgan, rahbar lavozimida ishlagan, tibbiyot yoki ta'lim tizimida qo'shimcha yuklama bilan ishlagan bo'lsangiz, bu ish haqi ma'lumotlarida aks etgan bo'lishi mumkin. Agar pensiya hisobida bu daromadlar ko'rinmagan bo'lsa, pensiya past chiqadi. 5-qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, pensiya guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjatlar. Farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, harbiy xizmat hujjatlari, diplom, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqida ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qiladi. Lekin siz asosiy hujjatlarni bir papkaga yig'ib qo'ying. 6-qadam, yozma murojaat qiling. Faqat og'zaki so'rab chiqib ketmang. Yozma ariza bering va arizada aniq yozing. Menga tayinlangan pensiya miqdori bo'yicha hisob-kitob asoslarini tushuntirib berishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar sizda yangi arxiv hujjati bo'lsa, ushbu hujjat asosida pensiyamni qayta hisoblash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozing. 7-qadam, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlatib oling. Bu juda muhim. Ariza topshirdingizmi? Kirim raqami bo'lsin. Davlat xizmatlari markazi orqali topshirdingizmi?
kvitansiya yoki tasdiq bo'lsin. Elektron yubordingizmi? Murojaat raqami saqlansin. Keyin javob kechiksa yoki masala ko'rib chiqilmasa, aynan shu raqam bilan talab qilasiz. 8-qadam. Agar rad javobi kelsa, sababini yozma oling. Bo'lmaydi degan og'zaki javob yetarli emas. Nima uchun bo'lmaydi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Qaysi davr hisobga olinmayapti? Qaysi qonuniy asos bilan rad etilyapti? Shularni yozma ko'rsatsin. Chunki rad sababini bilsangiz. Keyin hujjat to'plash yoki yuqori tashkilotga murojaat qilish yo'li aniq bo'ladi. 9-qadam. Mahalladagi ijtimoiy xodim yoki mas'ul tashkilotlar orqali qo'shimcha yordam imkoniyatlarini ham tekshiring. Agar pensioner yolg'iz yashasa, daromadi kam bo'lsa, dori-darmon xarajatlari katta bo'lsa, kommunal to'lovlarga qiynalsa, oilaviy ahvoli og'ir bo'lsa, faqat pensiya emas. Ijtimoiy himoya tizimidagi boshqa yordamlar ham ko'rib chiqilishi kerak. Bu yerda ham hujjatlar, daromadlar, oila tarkibi, yashash sharoiti tekshiriladi. Keling, buni yanada aniqroq ko'rsataman. Birinchi misol. 68 yoshli ayol 920 ming so'm pensiya oladi. U 1970-yildan 1990-yilgacha bolalar bog'chasida ishlaganini aytadi. Mehnat daftarchasida esa 1906 yilgacha bo'lgan yozuv yaxshi, keyingi davrda muhrxira. Pensiya hisobida 12 yil staj olingan, ayol esa kamida 2 yil ishlagan. Bu holatda bog'cha yoki xalq ta'limi bo'limi arxivi, tuman arxivi, ishga qabul qilish va bo'shatish buyruqlari, ish haqi vedomoslari tekshiriladi. Agar 8 yil qo'shimcha tasdiqlansa, pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Ikkinchi misol, 70 yoshli erkak 980 ming so'm pensiya oladi. U avtokorxonada haydovchi bo'lib ishlagan, keyin xususiy ish qilgan. Mehnat daftarchasida avtokorxonadagi davr bor, lekin keyingi xususiy ish yillari rasmiylashtirilmagan. Bu holatda avtokorxona davri to'liq hisobga olingan bo'lsa, xususiy norasmiy yillarni qo'shish qiyin bo'ladi. Lekin agar u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tgan, soliq to'lagan yoki sug'urta badallari bo'lgan bo'lsa, ularni tekshirish kerak. 3-misol. 63 yoshli ayol 280 ming so'm atrofida to'lov oladi va uni pensiya deb o'ylaydi. Tekshirilganda u aslida yoshga doir pensiya emas, staj yetarli bo'lmagan uchun boshqa turdagi nafaqa olayotgani ma'lum bo'ladi. Bunday holatda pensiyani oshirish bo'yicha emas, avvalo stajni tasdiqlash bo'yicha ish qilinadi. Agar qo'shimcha hujjatlar topilib, zarur staj tasdiqlansa, to'lov turi ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Agar hujjat topilmasa, boshqa ijtimoiy yordam yo'nalishlari o'rganiladi. 4-misol, pensioner 1 milliondan oz oladi, lekin o'zi urushdan keyingi yillarda tug'ilgan, 40 yil qishloq xo'jaligida ishlaganini aytadi. U davrda ishlar mavsumiy bo'lgan, ba'zan tabel yuritilgan, ba'zan yuritilmagan. Bu yerda oddiy gap bilan ish bitmaydi. Arxivdan kolxoz a'zoligi, mehnat ishtiroki, ish haqi yoki mehnat kuni yozuvlari bo'yicha ma'lumot izlanadi. Agar bunday ma'lumotlar topilsa, ular pensiya ishida muhim ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Men yana bir ogohlantirishni aytaman. Pensiya mavzusida odamlarning ishonchidan foydalanadiganlar ham uchraydi. Menga pul bering, pensiyangizni oshirib beraman. Tanishim bor, bir haftada hal qiladi. Hujjatsiz ham staj qo'shib beraman degan gaplarga ishonmang. Pensiya masalasi hujjat va qonun asosida hal bo'ladi. Agar kimdir noqonuniy yo'l taklif qilsa, ertaga buning javobgarligi ham bo'lishi mumkin. Haqiqiy yo'l shunday. Hujjatlarni yig'ish, arxivga so'rov berish, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilish, javobni olish. Kerak bo'lsa yuqori tashkilotga yoki sudga murojaat qilish. Bu yo'l biroz vaqt oladi, lekin to'g'ri yo'l shu. Yana bir xato, qo'shnimning pensiya oshdi, demak mening ham oshishi kerak deb o'ylash. Qo'shningizning staji, ish haqi, imtiyozi, hujjati, pensiya turi siznikidan farq qiladi. Siz o'zingizning pensiya ishingiz bo'yicha aniq hisob kitobni ko'rishingiz kerak. Hurmatli yurtdoshlar, bugungi asosiy gapim bitta. Agar sizning yoki ota-onangizning pensiyasi 1 million so'mdan past bo'lsa, bunga befarq qarab turmang. Avvalo to'lov turi nima ekanini aniqlang. Pensiya hisobida qancha staj olinganini so'rang, mehnat daftarchasini tekshiring. Arxiv hujjatlarini izlang. Ish haqi ma'lumotlarini topishga harakat qiling va albatta yozma murojaat qiling. Pensiya oshishi uchun asos bo'lsa, uni talab qilish kerak. Asos bo'lmasa ham kam ta'minlanganlik, ijtimoiy yordam, subsidiya yoki boshqa qo'llab-quvvatlash choralarini tekshirish zarur. Men bu mavzuni bejiz ko'tarmadim, chunki ko'p odamlar o'z huquqini bilmagani uchun yillar davomida kam pul olib yuradi.
Siz esa bugundan boshlab hujjatlaringizni tartibga keltiring. Yaqinlaringizga yordam bering. Ayniqsa yolg'iz pensionerlar va keksalarning hujjatlarini ko'rib chiqing. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz qancha pensiya olyapti? Staj to'liq hisoblanganmi? Arxiv hujjatlarini topishda muammo bo'lganmi? Tajribangiz boshqalarga ham foyda beradi. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni pensiyasi past bo'lgan yaqinlaringizga albatta yuboring.